Kattaroq uchastka so'raganligi Sergeli tumani Xonobodga ham shu ko'rib turgan hovlilar sotiladi. 7-3 sotuvdan iborat. Endi planovkani tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda darvozxona, bu yoqda 3-4 ta mashina bu yoqdan sig'dirsa bo'ladi. Bu yoqda garaj ham bor, kladovkasi bor ichkarida. Tashqariga samozel qoldirilgan. Mana bu narsaga ancha mehnat ketgan, to'g'ri. Mazali yashilgan qilib qurilgan, sifatli materialdan. Bu yoqda yozgi oshxonamiz, asosiy bino bu yoqda joylashgan. Hozir sizlarga bu yoqdan tushuntirib beraman. Bu yerdan kirganinglarda mehmonxona kutib oladi. Uni yonida basseyn bor, o'rtoqlar, 2 xil saunasi ham bor. Bu mehmonxonadan yurganimizda oshxona bor. Oshxonadan asosiy binoga kirib ketsa bo'ladi. Mana endi sizlarga asosiy binoni ko'rsatib o'tamiz. Asosiy binodan kirib kelganimizda shunaqa katta hol kutib oladi o'rtoqlar. Remontlarga bitta qaror olish kerak, bitta malyarka qilsanglar, mazza yashaydigan uy ekan, masalliqlar lekin ayami yaxshisidan ishlatilgan ekan. Plani ham zo'r ekan. Bu yoqdan 2 yoqdan ham tepaga chiqib ketsa bo'ladi. Bu yoqni tushuntiradigan bo'lsak, mehmonxona joylashgan. Bu yoqda boyagi oshxonaga chiqib ketsa bo'ladi. Bu yonida yotoqxona, o'zini sanuzeli ham bor ichida. Bu yoq taraf tushuntiradigan bo'lsa, bu yoqda ham shunaqa kirishlar bilan mehmonxona, yonida o'zini yotoqxonasi, sanuzeli bilan birga. Ikkinchi etajga chiqib kelar ekan o'rtoqlar. Bu yoqda bitta mehmonxona, ichida yotoqxona, sanuzeli bilan birga bu yerda ham. Bu yoqdan yurib kelsak, bu yoqdan shunaqa mehmonxona, yotoqxona, bu yoqdan ichida sanuzel. Ichkarini o'zida 4 ta sanuzel bo'ldi, tashqarida ham 2 sanuzel, 5 ta bo'ldi. Bu yoqdan balkonga chiqib kelar ekan o'rtoqlar. Kofeni dam olib, ichib o'tiradigan joy ekan. Xonadonimiz ko'rdinglar o'rtoqlar. Endi narxiga keladigan bo'lsa 225 ming so'rashyapti. Yana tepasida kelsanglar kelishtirib berishadi. Pastda egalari nomerini qoldiramiz, telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi.